Azizlar, mashina dehqonniki, bosib qolinglar, olib qolinglar. 62 ming berib yuboraman deyishyapti. Kia K9 premium pozitsiyasi, eng qimmat 87 ming dollarga chiqqan mashina. Azizlar, mendan Kia K9 so'radinglar, men topdim. Juda ham ishkalab narxga topdim. Azizlar, bu ko'rishinglar mumkin premium pozitsiyasi, o'zi ikkita pozitsiya kelgan azizlar. Bu 1 milliard 129 millionlik pozitsiyasi, 16 ta kolonka bo'ladi. Azizlar, cruise control sideniyalari ko'rishinglar mumkin. O'zida ikkita sideniya reguliruемый masalan sideniyalar bo'ladi, abduqo'rg'adek bo'ladi va mashinani balonlari juda holati a'lo. Sababi bu mashina 5000 kilometr yurgan xolos. Ichini ko'ringlar azizlar. Bemalol boshqarib ketasizlar. Mazza qilib yurasizlar azizlar. Egalari bilan gaplashdim azizlar. Mashinani kraskasi top-toza, 5000 kilometr yurgan xolos. Juda ham pul zaril ekan. Kelishib 62 ming narx belgiladik. O'zi 87 minglik mashina bu. Pastda bu telefon raqamlarini qoldiraman azizlar. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.